Azizlar, mana shu va'da qilinganda mana shu yerda ish ketyapti, xudo xolasa. Ikkinchi etajga shu regl kolonnasi bor. Еще недоделка. Shtukaturkasi kerak deydi, bu yerda shtukaturka qilish kerak deydi. 5000 kvadrat metr hisobida deydi. O'sha san'at saroyi ekan bu. Dvorец deydimi? Ruschasiga san'at saroyi ekan. Sharoitlar yaxshi, yotoqxonalar kvartira deb ataladi, положено. Ovqat endi beylar ob'yom bo'lganligi uchun ovqat o'zlaringizdan. Devorlar ham cho't qurilgan, mana shunday ko'radigan bo'lsangiz, mana. 90 gradusga chiqarib qo'ymagan bo'lsa ham chiroyli qurilgan. Ikkala tomoniga ip tortilib, bu tomonda ham kamera bor. Mana bu yerda ko'rib turganingizda qumshuvoq qilingan, mana. Mayakka urilgan qumshuvoq, как положено. Mayak bilan qilingan. Faqatgina mana shu bitta stena qilingan, podval qilingan. Birinchi etaj polni turibdi, 5000 kvadrat qumshuvog'i bor. Mana bu yergacha biz beton qabul qilganmiz. Bu yer o'sha haligi sahnasi, aktivniy zal. Mana bu yerga tagi qo'yilgan, bu yog'iga mana insonlar o'tirish uchun bu yoqda uklon bilan ko'rib turganlaringdek. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin sizlar. Video ostiga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bu yerda o'sha haligi работодатель ish beruvchi bilan bemalol aloqaga chiqib, kelishib o'zlari. Mana qumshuvoqlar qilingan, bu yerda podmayakka qilingan. Mana ko'rib turganlaringdek podmayak shuvoq bo'lgan. Ikki etajli, ya'ni podvaldan tashqari. Mana katta joy, 5000 kvadrat shuvoq bor azizlar. Qumshuvoq qilaman degan insonlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin azizlarim.